Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim masalani tushuntirib beraman. 75 yoshdan oshgan pensionerlar uchun to'lov dardi iqlimiga 1000 so'mgacha qachon oshadi? Bu pul hammaga beriladimi yoki faqat ayrim toifadagilargami? Ariza yozish kerakmi yoki avtomatik hisoblanadimi? Bu mavzuda ko'pchilik adashadi. Kimdir hamma 75 yoshdan oshgan pensionerga DMT 1000 qo'shiladi deb o'ylaydi. Kimdir pensionerning o'zi borib talab qilmasa, umuman berilmaydi dedi. Men bugun shu chalkashliklarni oddiy tilda aniq misollar bilan tushuntiraman. Ma'lumot sizga ham, ota-onangizga ham, buvalaringizga ham tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday pensiya, nafaqa va ijtimoiy yordamga oid ma'lumotlarni vaqtida bilish pul yo'qotmaslik degani. Avvalo eng muhim narsani aytaman. Darti 1000 so'm deganda ko'pchilik buni pensiyaning umumiy o'sishi deb tushunib qolmoqda. Ya'ni odamlar mening pensiyam 1.200.000 bo'lsa, endi avtomatik 1.600.000 bo'ladimi deb so'rayapti. Masala doim ham bunday emas. 75 yoshdan oshgan pensionerlar bo'yicha gap ketganda, odatda gap qo'shimcha to'lov, kompensatsiya, ustama yoki ijtimoiy yordam shaklidagi pul haqida ketadi. Bu pulning berilishi esa odamning yoshiga, holatiga, hujjatlariga, parvarishga muhtoj yoki muhtoj emasligiga, yolg'iz yashashi yoki oilasi bilan yashashiga, nogironlik guruhi bor yo'qligiga, pensiya turiga qarab farq qilishi mumkin. Oldin tizimda ko'p narsa qo'lda tekshirilardi. Pensioner 75 yoshga to'lsa ham, ayrim hollarda uning ma'lumotlari elektron bazada to'liq bo'lmasa, yashash manzili noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, nogironlik yoki parvarishga muhtojlik bo'yicha xulosa yangilanmagan bo'lsa, to'lov kechikardi. Odamlar pensiya jamg'armasiga, mahallaga, tibbiy ijtimoiy ekspertiza organlariga qatnab, menga nima tegadi, nima uchun hisoblanmadi deb yurardi. Hozir esa asosiy yo'nalish shuki, ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Yosh bo'yicha shartlar avtomatik ko'rinadi. Pensiya ishlari raqamlashtiriladi. Lekin bu hamma narsa mutlaqo avtomatik bo'ladi. Hech qayerga borish kerak emas, degani emas. Agar bazada xatolik bo'lsa, odamning haqiqiy holati ko'rinmasa, zarur hujjat kiritilmagan bo'lsa, to'lov yana to'xtab qolishi yoki umuman tayinlanmasligi mumkin. Endi qachon 4.000 so'mgacha oshadi degan savolga kelamiz. Bunday oshish odatda normativ hujjatda belgilangan sana bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni pul 70 yoshga kirgan kuningizdan emas, balki tegishli tartib kuchga kirgan kundan yoki sizning huquqingiz paydo bo'lgan sanadan boshlab hisoblanadi. Agar qarorda falon sanadan boshlab deyilgan bo'lsa, o'sha sanadan keyingi to'lov davrida qayta hisoblash amalga oshiriladi. Pensiya tizimida to'lovlar ko'pincha oyma-oy yuradi. Shuning uchun bir kishi yanvar oyida huquqqa ega bo'lsa, amalda pul fevral yoki mart oyidagi to'lov bilan birga kelishi mumkin. Bu kechikish har doim rad etildi degani emas. Ba'zan bu hisob-kitob va moliyalashtirish davri bilan bog'liq bo'ladi. Asosiy qism kim bilishi kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasligi kerak? Men birinchi navbatda 75 yoshdan oshgan barcha pensionerlarga shuni aytaman. Siz o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni tekshirtirib qo'yishingiz kerak. Chunki yosh bo'yicha huquq paydo bo'lgan bo'lsa ham, tizimda pasport ma'lumoti, tug'ilgan sana, yashash manzili, pensiya turi, bank kartasi yoki yetkazib berish usuli noto'g'ri bo'lsa, pul vaqtida tushmasligi mumkin. Masalan, pensionerning pasporti yangilangan, lekin yangi ID karta ma'lumotlari pensiya ishiga kiritilmagan bo'lishi mumkin. Yoki odam boshqa tumanga ko'chgan, lekin pensiya hujjatlari eski manzilda qolgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda odam menga tegmaydi ekan deb o'ylab qoladi. Aslida esa faqat ma'lumot yangilanmagan bo'ladi. Birinchi misol, Toshkent viloyatida yashovchi 76 yoshli otaxon 1.320.000 so'm pensiya oladi. U 75 yoshdan oshgan. Lekin u oilasi bilan yashaydi. Parvarishga muhtojligi haqida alohida tibbiy xulosa yo'q, yolg'iz keksalar ro'yxatida turmaydi. Bunday holatda dartini 1000 so'm masalasi avtomatik ravishda har oy pensiyasiga qo'shiladi deb aytish noto'g'ri bo'lishi mumkin. Chunki to'lovning sharti faqat yosh emas, balki qo'shimcha mezonlarga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Otaxon nima qilish kerak? U pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki mahalla orqali o'ziga aynan qaysi qo'shimcha to'lovlar tegishini aniqlashtiradi. Agar u hech qanday imtiyozli toifaga kirmasa, unga faqat umumiy pensiya indeksatsiyasi yoki qonunda belgilangan boshqa ustamalar tatbiq etiladi. Ikkinchi misol, 7 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda.
doimiy parvarishga muhtoj, yurishi qiyin. Tibbiy hujjatlar bor. U avval kamroq miqdorda kompensatsiya yoki ijtimoiy yordam olib kelgan bo'lishi mumkin. Agar yangi tartib bo'yicha bunday to'lov 20 ming so'mgacha oshirilsa, onaxon aynan shu toifaga tushishi ehtimoli yuqori. Lekin bu yerda ham muhim shart bor. U ro'yxatda bo'lishi, parvarishga muhtojligi tegishli tartibda tasdiqlangan bo'lishi, mahalla va ijtimoiy xizmatlar bazasida ma'lumoti to'g'ri turishi kerak. Agar hujjati eskirgan bo'lsa, men yolg'izman degan gapning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Uni dalolatnoma, mahalla ma'lumotnomasi tibbiy xulosa bilan tasdiqlash talab qilinadi. 3-misol, 75 yoshga endi kirgan pensioner ayol 9 ming so'm pensiya oladi. U men 75 ga to'ldim. Demak, darhol bardarim 70 ming qo'shilishi kerak deb o'ylaydi. Bu yerda sanani to'g'ri tushunish kerak. Agar to'lov yoshi bo'yicha tayinlanadigan ustama bo'lsa, odatda huquq paydo bo'lgan oy yoki keyingi oydan hisoblanishi mumkin. Agar to'lov alohida ijtimoiy yordam bo'lsa, ariza va tekshiruvdan keyin tayinlanishi mumkin. Agar to'lov faqat parvarishga muhtoj yolg'iz keksalar uchun bo'lsa, faqat 75 yoshning o'zi yetarli bo'lmaydi. Shuning uchun har bir odam o'z holatini alohida tekshirtirishi zarur. 4-misol, yosh pensioner nogironlik pensiyasi oladi. Unga nogironlik bo'yicha bir to'lov. Yosh bo'yicha pensiya, kommunal yoki dori-darmon bo'yicha imtiyozlar berilishi mumkin. Endi savol tug'iladi, 1 ming so'm boshqa to'lovlar ustiga qo'shiladimi yoki o'rniga beriladimi? Amaliyotda ayrim to'lovlar bir-birini istisno qilishi mumkin. Ayrimlari esa birga beriladi. Masalan, pensiya asosiy daromad sifatida qoladi. Ustama alohida qo'shilishi mumkin. Lekin bir xil maqsaddagi ikki xil kompensatsiya bir vaqtning o'zida to'lanmasligi ham mumkin. Shu sababli qo'shib beraveradi deb oldindan xulosa qilish xato. Kim xavotir olmasligi kerak. Agar sizning pensiyangiz har oy vaqtida tushayotgan bo'lsa, pasportingiz yangilangan, yashash manzilingiz to'g'ri, bank kartangiz ishlayapti, mahalla ro'yxatida holatingiz aniq, qo'shimcha to'lov bo'yicha hujjatlaringiz tayyor bo'lsa, ortiqcha vahima qilish shart emas. Lekin baribir bir marta tekshirtirib qo'yish foydadan xoli emas. Kim xavotir olish kerak? Pasport ma'lumotida farq borlar, yaqinda ko'chganlar, pensiyani boshqa odam ishonchnoma orqali olayotganlar. Parvarishga muhtoj bo'lib qolgan, lekin hali rasmiy xulosa olmaganlar, yolg'iz yashasa ham ro'yxatga kirmaganlar. Shuningdek, kartasi yopilgan yoki muddati tugagan pensionerlar. Eng katta xato shuki, odamlar 40 ming so'm degan raqamni eshitib, uni har bir pensionerga beriladigan majburiy qo'shimcha deb qabul qiladi. Men ekspert sifatida bunday masalalarda doim bir narsani aytaman. Raqamdan oldin shartni o'qing. Qaysi toifa uchun? Qaysi sanadan? Ariza kerakmi? Avtomatikmi? Bir martalikmi yoki har oylikmi? Pensiyaga qo'shiladimi yoki alohida to'lanadimi? Shu savollarga javob bo'lmasa, odam noto'g'ri kutadi va keyin asabiylashadi. Ikkinchi nozik jihat so'mgacha degan ibora. Agar hujjatda 9 ming so'mgacha deyilsa, bu har doim ham aynan 9 ming so'm hammaning qo'liga to'liq tushadi degani emas. Gacha degani maksimal miqdor bo'lishi mumkin. Ayrim hollarda to'lov aniq 4 ming etib belgilanadi. Ayrim hollarda esa sharoitga qarab kamroq bo'lishi mumkin. Masalan, yordam turi, hududdagi ijtimoiy baholash, oldin olayotgan kompensatsiya miqdori, boshqa manbadan berilayotgan yordam bilan bog'liq tartiblar ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun pensioner bank kartasiga 300 ming tushsa, darhol meni aldashdi demasdan, avvalo hisob-kitob varaqasini yoki tayinlash qarorini ko'rishi kerak. 3-nozik jihat, pensiya oshishi bilan ijtimoiy yordam oshishini farqlash kerak. Pensiya oshsa, bu pensiya miqdorining qayta indeksatsiyasi hisoblanadi. Bunda barcha yoki ayrim pensiya turlari umumiy koeffitsient bo'yicha oshiriladi. Ijtimoiy yordam esa alohida ehtiyojga qarab beriladi. Masalan, pensionerning pensiyasi 20 million 1 ming bo'lishi mumkin. Lekin u parvarishga muhtoj bo'lsa, unga alohida yordam tayinlanishi mumkin. Yoki aksincha pensiyasi kam bo'lsa ham, agar belgilangan shartlarga kirmasa, aynan shu 20 mingni olmasligi mumkin. Bu adolatli yoki adolatsiz ko'rinishi mumkin, lekin tizim shart asosida ishlaydi. 4-nozik jihat, ishonchnoma orqali pensiya olish. Ko'p keksalar pensiyasini o'zi ola olmaydi. Farzandi yoki qarindoshi bank kartadan yechib beradi. Bu yomon emas, lekin hujjat tartibli bo'lishi kerak. Agar pensionerning o'zi imzo qo'ya olmasa, notarial ishonchnoma, vasiylik yoki qonuniy vakillik masalasi to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi zarur. Aks holda qo'shimcha to'lov tayinlangan taqdirda ham
uni olishda muammo chiqadi. Bank karta egasi kelish kerak deyishi. Pensiya jamg'armasi esa vakillik hujjatini ko'rsating deyishi mumkin. 5-nozik jihat yashash joyi bo'yicha ro'yxat. Pensioner amalda bir joyda, ro'yxatda boshqa joyda olsa, yashasa ijtimoiy xizmatlar uni topolmasligi mumkin. Masalan, onaxon Farg'onada ro'yxatda, lekin qizi bilan Toshkentda yashayapti. Mahalla Farg'onada uyda yo'q deydi. Toshkentdagi mahalla esa bizning ro'yxatda yo'q deydi. Natijada to'lov kechikadi. Bunday holatda vaqtincha yashash joyi, amaldagi parvarish holati, hujjatlar tartibga keltirilishi kerak. 6-nozik jihat qarzdorlik va karta muammolari. Ayrim pensionerlarning bank kartasi muddati tugagan bo'ladi. Telefon raqami o'zgargan bo'ladi. SMS xabarnoma ishlamaydi. Pul tushgan bo'lsa ham odam bilmay qoladi. Ba'zida karta bloklangan bo'ladi. Shuning uchun pul tushmadi deyishdan oldin bankdan hisob holatini tekshirish kerak. Pensiya hisoblangan, lekin bank texnik sabab bilan ushlab turgan bo'lishi ham mumkin. 7-nozik jihat ortga qayta hisoblash. Ko'pchilik agar men 6 oy oldin huquqqa ega bo'lgan bo'lsam, hammasini birdan olamanmi deb so'raydi. Bu hujjatga bog'liq. Agar to'lov avtomatik tayinlanishi kerak bo'lgan bo'lsa, lekin davlat organi xatosi bilan kechiksa, qayta hisoblash masalasi ko'tarilishi mumkin. Agar odamning o'zi ariza bilan murojaat qilishi shart bo'lgan, lekin ariza yozmagan bo'lsa, to'lov ko'pincha murojaat qilingan sanadan yoki qaror qabul qilingan oydan boshlab tayinlanadi. Shuning uchun vaqtni boy bermaslik juda muhim. Endi eng amaliy qismga o'tamiz. Agar siz 75 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki oilangizda shunday pensioner bo'lsa, birinchi qadam hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta. JSSSH raqami, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlangan tasdiqlovchi ma'lumot, bank kartasi, yashash manzili, telefon raqami to'g'ri ekaniga ishonch hosil qiling. Agar pasport yaqinda almashtirilgan bo'lsa, yangi ma'lumotlar pensiya jamg'armasi bazasida ko'rinayotganini tekshirtiring. Ikkinchi qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Borganingizda savolni umumiy bermang. Menga 40 ming beriladimi? Deyishning o'rniga aniq qilib shunday deng. Men 7-5 yoshdan oshgan pensionerman. Mening pensiya ishim bo'yicha yoshga, parvarishga, muhtojlikka yoki ijtimoiy yordamga oid qanday qo'shimcha to'lovlar mavjudligini tekshirib bering. Agar huquqim bo'lsa, qaysi sanadan hisoblanadi va qanday hujjat kerak? Ana shunda xodim ham sizga aniq javob berishga majbur bo'ladi. 3-qadam, mahallaga boring. Ayniqsa pensioner yolg'iz yashasa, parvarishga muhtoj bo'lsa, nogironligi bo'lsa, mahalla bu holatni tasdiqlovchi dalolatnoma yoki ma'lumot tayyorlashda yordam beradi. Mahalladan yolg'iz yashaydi, doimiy yordamga muhtoj. Farzandlari bilan yashamaydi kabi holatlar bo'yicha ma'lumot talab qilinishi mumkin. Har bir holatda shakl boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun mahalla xodimiga vaziyatni to'liq tushuntiring. 4-qadam. Tibbiy hujjatlarni tayyorlang. Agar gap parvarishga muhtojlik haqida ketayotgan bo'lsa, shifokor xulosasi, nogironlik guruhi, tik hujjatlari, poliklinikadagi ambulator karta ma'lumotlari, doimiy davolanish yoki harakatlanish cheklovi haqidagi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Yoshi katta, demak yordam kerak degan fikr insoniy jihatdan tushunarli, lekin davlat to'lovi uchun rasmiy xulosa kerak bo'ladi. Ariza yozing va nusxasini saqlang. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Mening 75 yoshdan oshgan pensioner sifatidagi huquqlarimni tekshirib, amaldagi qonunchilikka muvofiq menga tegishli qo'shimcha to'lov, kompensatsiya yoki ijtimoiy yordamni tayinlashni so'rayman. To'lov tayinlanmasa, sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Bu juda muhim. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Yozma javob bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga murojaat qilish oson bo'ladi. 6-qadam. My.gov uz yoki boshqa elektron xizmatlar orqali imkon bo'lsa murojaat qiling. Hamma pensioner internetdan foydalana olmaydi, lekin farzandlari yordam berishi mumkin. Elektron murojaatning afzalligi shundaki, ro'yxatga olingan sana ko'rinadi. Keyin men murojaat qilmaganman yoki ariza yo'qolgan degan muammo kamayadi. 7-qadam. Pul tushishini tekshiring. Bank kartangiz ishlayotganini, muddati tugamaganini, SMS xabarnoma ulanganini ko'ring. Agar pensioner naqd shaklida olayotgan bo'lsa, pochta yoki yetkazib beruvchi tashkilot orqali qaysi oy uchun qancha to'langani bo'yicha ma'lumot so'rasin. Har oy tushgan summani yozib boring. Masalan, yanvarda 1.200.000, fevralda 1.200.000, martda 1.600.000 tushdi. Shunda qaysi oydan qo'shilganini ko'rasiz. 8-qadam.
rad javobi bo'lsa, sababini aniqlang. Sizga tegmaydi degan gap yetarli emas. Nima uchun tegmaydi? Yosh yetmaydimi? To'yfamos emasmi? Hujjat yetishmayaptimi? Ro'yxatda yo'qmi? Boshqa to'lab olayotgani uchunmi? Shu sabab yozma ko'rsatilishi kerak. Agar sabab hujjat yetishmasligi bo'lsa, uni to'ldirasiz. Agar sabab noto'g'ri bo'lsa, yuqori pensiya jamg'armasi boshqarmasiga yoki tegishli ijtimoiy himoya organiga shikoyat qilasiz. 9-qadam firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Men sizga 4,5 chiqarib beraman. Faqat kartangiz raqami va SMS kodini ayting degan odamlar bo'lishi mumkin. Hech qachon SMS kodini bermang. Pensiya yoki ijtimoiy to'lov tayinlash uchun hech kim sizdan bank kartaning maxfiy kodini so'ramaydi. Agar kimdir pul evaziga tezlashtirib beraman desa, ehtiyot bo'ling. Rasmiy yo'l mahalla pensiya jamg'armasi ijtimoiy himoya organlari va davlat xizmatlari orqali bo'ladi. Yana bir muhim maslahat. Oilangizdagi keksalarga o'zingiz borib keling deb qo'ymang. 25 yoshdan oshgan odam uchun idora yurish og'ir. Farzandlari, nevaralari yordam bersin. Hujjatni tartibga solish, ariza yozish, bankni tekshirish, mahalladan ma'lumot olish ko'pincha yoshroq odamning yordami bilan tez bitadi. Lekin pulni pensionerning roziligisiz yechib olish, kartasini o'zida olib yurish, unga qancha pul tushganini aytmaslik qonuniy va axloqiy jihatdan noto'g'ri. Demak, 75 yoshdan oshgan pensionerlar uchun 45 ming so'mgacha oshish masalasida eng muhim xulosa shuki, bu raqamni avtomatik ravishda hamma pensionerning pensiyasiga qo'shiladigan pul deb tushunmaslik kerak. Avval toifa, shart, sana, hujjat va tayinlash tartibini aniqlash lozim. Kimdir bu to'lovni avtomatik olishi mumkin. Kimdir ariza va hujjat topshirishi kerak bo'ladi. Kimdir esa belgilangan mezonlarga kirmagani uchun olmasligi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman, bugunoq hujjatlarni tekshiring. Mahalla va pensiya jamg'armasidan aniq ma'lumot oling. Arizani yozma topshiring, javobni ham yozma oling. Shunda siz taxmin bilan emas, huquqingiz bilan harakat qilasiz. Agar sizning oilangizda 75 yoshdan oshgan pensioner bo'lsa, izohlarda yozing. Ular hozir qanday qo'shimcha to'lov olyapti? Dariza ming so'm masalasi bo'yicha sizga qanday javob berishdi? Fikringiz boshqalarga ham foydali bo'ladi. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida eng katta yo'qotish ko'pincha bilmaslikdan boshlanadi.